Farg'ona viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi fitosanitariya laboratoriyasida Farg'ona viloyati hokimligi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan tasdiqlangan media rejaga asosan press tur bo'lib o'tdi. Press turda ommaviy axborot vositalari xodimlari, davlat tashkilotlari, axborot xizmatlari rahbarlari, blogerlar, soha mutaxassislari ishtirok etdilar. Dastlab Farg'ona viloyatida fitosanitar qishloq xo'jaligi mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash, zararkunlarga qarshi kurash maqsadida amalga oshirilgan ishlar borasida ma'lumot berib o'tildi. Shundan so'ng ishtirokchilar fitosanitariya laboratoriyasida zararkunanda va kasalliklarni aniqlash borasidagi ishlar, zamonaviy jihoz hamda texnika vositalarini ko'zdan kechirdilar. Mutaxassislar tomonidan ish jarayonlari ko'rsatib o'tildi. Ta'kidlash o'rinliki, fitosanitariya laboratoriyasidagi PCR va rentgen uskunalari vodiyda yagona hisoblangan bo'lib, ular yordamida o'simliklardagi barcha turdagi zararkunandalar, kasalliklar va begona o't urug'larini aniqlash imkoni yaratiladi. Bundan tashqari Farg'ona viloyati fitosanitariya laboratoriyasi 2021-yilda davlat standarti bo'yicha milliy akkreditatsiyadan o'tgan bo'lib, hozirgi kunda laboratoriyaning imkoniyatlari kengayib, nafaqat mahalliy, balki qo'shni respublikalarga eksport qilinayotgan karantin ostidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tekshirib, tegishli laboratoriya ekspertiza xulosalarini berish imkoni yaratildi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Polsha, Turkiya, Xitoy, Latviya, Rossiya Federatsiyasi, Germaniya davlatlarida ishlab chiqarilgan 20 turdagi 25 dona uskunalar yordamida laboratoriyada gerbologik, entomologik, fitopatologik tekshiruvlar olib borilmoqda. Laboratoriyadagi eng zamonaviy asbob-uskunalar o'simliklarga zarar keltiruvchi oddiy qurilmalarda aniqlab bo'lmaydigan virusli va bakteriologik kasalliklarni aniqlash imkoniyatiga egadir. Bundan tashqari sayyor mobil laboratoriya orqali ham ana shunday tekshiruvlar hududlarga borgan holda o'rganib boriladi. Ommaviy axborot vositalari vakillari press tur jarayonida o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga mutasaddi va mutaxassislardan batafsil javoblar oldilar.